İnsanlarning harakatlantırgıç kuchiga nazar. Abdori Doktor Mamtimin. İnsanlarning harakatlantırgıç kuchi deganimiz insonlarning harakat qilishi, ishlashi va tirishchanlik ko'rsatishiga sabab bo'lgan omillar bo'lib, u insonlarning harakat qilishi, ishlashi va tirishchanlik ko'rsatishining maqsadi va muddasini ko'zda tutadi. İnsanlarning harakatlantırgıç kuchi insonlarning ehtiyoji bilan zich munosabatlik bo'lib, u insonlarning eng ibtidoiy, eng asosiy ehtiyoji bo'lgan fiziologiyalik ehtiyojlari. Ya'ni insonlarning hayot yashashi uchun zarur bo'lgan qo'rsoq to'yg'izish, isinish va bexatarlik ehtiyoji bilan insonlarning yuqori darajalik ehtiyoji bo'lgan ruhiy ehtiyojlarni o'z ichiga oladi. İnsanlarning harakatlantırgıç kuchining manbasi har xil bo'lib, ba'zida u tashqi omil sababidan paydo bo'lgan bo'lsa, ba'zida u ichki omil sababidan paydo bo'ladi. Yana ba'zida u ichki va tashqi omillarning o'rtaq sababidan paydo bo'ladi. Tashqi omil deganda insonlarga ta'sir qilgan ma'lum shaxslar va ularning chaqirqi, tashabbusi ko'zda tutilgan bo'lsa, ichki omil deganimiz insonning ma'lum maqsadga yetish uchun ichidan qo'zg'algan, o'zida o'zgarish paydo qilish istagi ko'zda tutiladi. Normalda ichki omildan paydo bo'lgan insonlarning harakatlantırgıç kuchi nisbatan kuchlik bir harakatlantırgıç kuch bo'lib, u insonlarning muvaffaqiyat qozonishida bak muhim rol o'ynaydi. İnsonlarning ehtiyojini tövandagidek 5 turga ayirishga bo'ladi. İnsonlarning birinchi yoki insonlarning eng tövan, eng ibtidoiy va yashash uchun eng zarur bo'lgan ehtiyoji fiziologiyalik ehtiyoji bo'lib, u insonlarning hayot yashashi uchun zarur bo'lgan yemak-ichmak, kiyim-kechak va uxlash ehtiyojini ko'zda tutadi. İnsanlarning ikkinchi ehtiyoji bexatarlik ehtiyoji bo'lib, u insonlarning tinchlik, muqimlik va salomatlik ehtiyojini ko'zda tutadi. İnsanlarning uchinchi ehtiyoji sevgi va tavallik ehtiyoji bo'lib, u insonlarning o'ylik o'choqliq bo'lish, sevgi, muhabbat, do'stlik va ijtimoiy tavallik ehtiyojini ko'zda tutadi. İnsanlarning to'rtinchi ehtiyoji hurmat ehtiyoji bo'lib, u insonlarning inovat, shon-shuhrat, martaba va obro'y ehtiyojini ko'zda tutadi. İnsanlarning 5-chi ehtiyoji yoki insonlarning eng oliy ehtiyoji o'zini amalga oshirish ehtiyoji bo'lib, u insonlarning o'zini mukammallashtirish va o'zidan qanoat qilish ehtiyojini ko'zda tutadi. İnsonlarning birinchi va ikkinchi ehtiyoji insonlarning asosiy ehtiyoji bo'lib, u hamma insonlarda o'xshash bo'ladi. İnsonlarning 3-chi va 4-chi ehtiyoji ruhiy ehtiyoji bo'lib, u o'xshamagan insonlarda farqli bo'ladi. Ya'ni ba'zi insonlarning ruhiy ehtiyoji kuchli bo'ladi, ba'zi insonlarning undaq kuchli bo'lmaydi. İnsonlarning 5-chi ehtiyoji insonlarning eng yuqori darajalik, eng oliy ehtiyoji bo'lib, u hamma insonlarda o'rtaq bo'lmaydi. Bu xil ehtiyoji bor insonlarning soni nisbatan oz bo'lib, ular o'zi tava bo'lgan millat va jamiyatga alohida zo'r ta'sir ko'rsatadi. Dunyodagi nurg'unlagan mashhur shaxslar mushu turdagi ehtiyoji kuchli insonlar hisoblanadi. İnsonlarning bu xil ehtiyojining konkret o'lchami yoki cheki bo'lmaydi.
İnsanlarning bu xil ehtiyoji o'xshamagan insonlarda, o'xshamagan sharoitda, o'xshamagan davr va o'xshamagan rayonda nihoyat zo'r farqliq bo'ladi. İnsanlarning asosiy ehtiyoji va ruhiy ehtiyoji bilan insonlarning harakatlantirgich kuchi ta'tir tanasib bo'ladi. Ya'ni insonlarning bu ikki xil ehtiyoji qancha qongansiri, ularning harakatlantirgich kuchi shuncha ojizlab mangadi. İnsanlarning eng oliy darajalik ehtiyoji bo'lgan o'z-o'zini amalga oshirish, o'z-o'zini mukammal qilish ehtiyoji bilan insonlarning harakatlantirgich kuchi o'ng tanasib bo'ladi. Ya'ni insonlarning bu xil ehtiyoji qancha qongansiri, ularning harakatlantirgich kuchi shuncha kuchayib mangadi. U ehtiyojning cheki bo'lmaydi. U ehtiyoj sababidan paydo bo'lgan harakatlantirgich kuchmo o'zliksiz kuchayib bordi. İnsanlarning asosiy ehtiyoji nisbatan muqim bo'lg'achqa, uningdan paydo bo'lgan harakatlantirgich kuchmo nisbatan muqim bo'lib, o'xshamagan insonlar orasida, o'xshamagan davr va o'xshamagan tuzilma ostida ko'p farqlanmaydi. İnsanlarning ruhiy ehtiyoji bo'libmi, insonlarning eng oliy ehtiyoji bo'lgan o'z-o'zini amalga oshirish ehtiyoji nisbatan o'zgarishchan. O'xshamagan insonlar o'xshamagan davrda farqli bo'lgani uchun uningdan paydo bo'lgan harakatlantirgich kuchmo o'xshamagan insonlar orasida, o'xshamagan davr va o'xshamagan tuzilma ostida ko'p farqli bo'ladi. Diniy e'tiqod ustunlikni egallagan an'anaviy jamiyatda va yoki diniy e'tiqod hukmron o'rinda turgan tuzilmada o'lgandan keyin jannatga kirish insonlarning eng oliy darajalik ruhiy ehtiyoji deb qaralib, insonlarni harakatga keltiradigan eng muhim harakatlantirgich kuch manbasiga aylangan. Undaq jamiyatda insonlarning ruhiy ehtiyoji diniy e'tiqodni markaz qilgan. Diniy e'tiqod insonlarning harakatlantirgich kuchining muhim manbasi bo'lgan. Bu jamiyatda boshqalarni harakatga keltirmoqchi bo'lganlar, liderlar, hatto hukmron sinflar va hokimiyat beshidagilar insonlarning bu ehtiyojidan unumli foydalanib, xalqni harakatga keltirishga va o'zining ko'zlagan maqsadlariga yetishga tirishgan. Gerçi insonlarning diniy e'tiqodi boshqalar tarafidan bo'libmi, hukmron sinflar tarafidan suiiste'mol qilingan, foydalangan bo'lsa-mu, biroq u hozirga qadar nisbatan yanala keng xalq ommasini harakatga keltirishdiki eng kuchlik harakatlantirgich kuchning biri hisoblanadi. Diniy e'tiqodni inkor qiladigan yoki cheklagan dinsiz kommunistik tuzilmadagi jamiyatda hokimiyatni qo'g'dash, xalq uchun xizmat qilish va kommunizmni amalga oshirish insonlarning eng oliy g'oyasi deb tashviq qilingani uchun kommunizm e'tiqodi kuchli bo'lgan nurg'un kishilarga nisbatan hokimiyatni qo'g'dab kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilish insonlarni harakatga keltiradigan eng muhim harakatlantirgich kuchning biriga aylangan. Bu jamiyatda boshqalarni harakatga keltirmoqchi bo'lganlar, liderlar, hatto hukmron sinflar va hokimiyat beshidagilar bir tarafdan kommunizmdan iborat g'oyaviy bir jamiyatni dasmoyi qilib, u amalga oshsa, insonlar xohlaganini qila oladigan, xohlaganiga erisha oladiganligini tashviq qilish orqali xalqni harakatga keltirishga tirishgan bo'lsa, yana bir tarafdan insonlarni o'zini unutib, o'z manfaatidan voz kechib, xalq uchun nomda, vatan va davlat uchun
Әмілиетті хакимiyet үшін xizmat qilishga chaqirish orqali o'zining ko'zlagan maqsadlariga yetishga tirishgan. Bu xil tuzilma ostida tashqi omil insonlarning harakatlantirgich kuchining asosiy manbasi bo'lib, boshqalar uchun kelgusi g'oya uchun kurash qilish bak tashabbus qilinib, shaxslarning ko'z oldidagi ehtiyoji, shaxslarning manfaati va ichki omil e'tiborga ilinmagan. Ko'plagan insonlarning kelgusi g'oyasi uchun kurash qilish ruhi ig'ir darajada suiiste'mol qilingan. Shu sababdan u garchi bir mezgil, bir qism davlat va rayondagi keng xalq ommasini harakatga keltirishda hal qilg'uch rol o'ynagan bo'lsa-mu, biroq vaqtning o'tishi va zamonning taraqqiyotiga ergishib, bara-bara insonlarga ta'sir ko'rsatolmaydigan holga tushib qolmoqda. Masalan, Xitoy Kommunistik partiyasining raisi Mao Zedong 1944-yili 9-oyning 8-kuni xalq uchun xizmat qilish chaqirig'ini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, shuningdan e'tiboran bu chaqiriqni xalqni harakatlantiradigan muhim omil qatorida qo'llanib, xalqni aldab, hokimiyat beshiga chiqdi va o'zining ko'zlagan maqsadiga yetgan. Xalq uchun xizmat qilish o'tirg'a qo'yilib, 70 yildan ortiq vaqtdan keyingi bugungi kunda xalq nurg'un haq-huquq va manfaatlardan mahrum qilib, hokimiyat beshidagilarning yonchiqi to'ldi. Diniy e'tiqod ham hukmron o'rinda turmaydigan, ham inkor qilinmagan va cheklanmagan. Erkinlik va demokratiya tashabbus qilingan hozirgi jamiyatda insonlarning shaxsiy ehtiyoji va erkinligi alohida tashabbus qilingani va e'tiborga ilingani uchun insonlarning o'z istiki bo'yicha yashash nisbatan kapolatga ega qilingan. Shu sababdan insonlarning o'zi to'g'ri deb bilgan eng oliy g'oyasi uchun kurash qilishi insonlarni harakatga keltiradigan eng muhim harakatlantirgich kuch bo'lib qolgan. Shunga bu jamiyatda boshqalarni harakatga keltirmoqchi bo'lganlar, liderlar, hatto hokimiyat beshidagilar faqat qonun yo'l qo'ygan doirada boshqalarning shaxsiy istaklariga hurmat qilgan asosda ikki taraf o'rtaq manfaatlanishni maqsad qilib, shaxs erishalaydigan moddiy va ma'naviy manfaatni ta'kidlash orqali ondan boshqalarni harakatga keltira oladi. Bu xil tuzilmaning muvaffaqiyat qozonishining asosiy sababining biri uning ichki omilni insonlarning harakatlantirish kuchining asosiy manbasi qilib, tashqi omil orqali keng xalq ommasida harakatlantirgich kuch paydo qilish uchun yetmoqchi bo'lgan maqsadni insonlarning shaxsiy manfaati bilan zich bog'lashida. Biz Uyg'urlar bo'libmi tashqi dunyoda o'xshamagan davlatlarda yashayotgan ko'p sonda Uyg'urlar yuqorqi 3 xil tuzilma va 3 xil jamiyatning o'rtaq ta'siriga uchirganimiz uchun keng xalqimizni harakatga keltiradigan taq bir harakatlantirgich kuch yo'q. Diniy e'tiqod kuchliklarni harakatga keltirish uchun Alloh yo'li, o'lgandan keyingi jannatga kirish cho'ng rol o'ynaydigan bo'lsa, diniy e'tiqodi uncha kuchlik bo'lmaganlarni harakatga keltirish uchun Alloh yo'li, o'lgandan keyin jannatga kirish deganlar bak cho'ng rol o'ynamasligi mumkin. Ba'zi insonlarning kelgusi g'oyasi xalq uchun, vatan uchun, millat uchun kurash qilish ruhi biz yashagan jamiyatda ig'ir darajada suiiste'mol qilingani uchun kelgusi g'oyani vatan va millat uchun xizmat qilishni dastak qilib turib, ularni harakatga keltirishmi uncha oson emas. Uning ustiga bizdagi psixikalik masalalar tufaylidan o'zaro ishonmaslik, gumon qilish, umidsizlik, tushkunlashish,
andish qilish va qo'rqish qatorliqlar sababidan keng xalqimizni harakatga keltirish texmi qiyin bo'lmoqda. Şuna biz çoqum qilayotgan har qanday ishimizni o'z manfaatimiz bilan bog'lashimiz kerak. Biz boshqalar uchun emas, o'zimizning mavjudligi uchun, o'zimizning kelgusi avlodlari va urug' tuqqanlarimiz uchun tirishayotganligimizni, bo'lmasa boshqalarning emas, o'zimizning vayron bo'lganligimizni tunib yetishimiz kerak. Tugidi. 2019 yılı 31 dekabr New York.